Men ustozman. Men kasbni tanlamadim. Kasb meni tanladi. Yillar avval ilk darslikni qo'limga olganimda o'zim ham hayajondan titragan edim. Men o'rganishni emas, o'rgatishga tayyorlayotganligini his qilganimda qalbimda ajib bir hayajon uyg'ondi. Va men o'zimga o'zim shunday dedim. Endi men o'z hayotimni o'zgalar kelajagiga baxshida qilaman. Men dars beraman, lekin bu dars faqat kitobdan emas. Men hayotdan, sabrdan, mehrdan, axloqdan dars beraman. Men tilni o'qitaman. Tilga qo'shib orzuni o'rgataman. Men ona tilini o'rgataman. Har bir so'zga qo'shib g'ururni, umidni, maqsadni qalblarga singdiraman. Men ustozman. Men ustozman. Ba'zan bolalarim yutqizadi, xato qiladi, hatto yig'laydi. Men ularning ko'z yoshlarini yutaman, quvonchlarini orttiraman. Men ular yiqilganda ko'targan ilk qo'l, ular muvaffaqiyatga erishganda orqada jimgina jilmaygan soyaman. Ha, mening yo'lim oson emas. Darsdan keyin ham dam olmayman. Uyga ketib ham daftar tekshiraman. Bayram kunlari qaysi bolalarim orqada qolayotganligini o'ylayman. Ba'zan qiynalaman, charchayman, lekin bu yo'limdan hech qachon qaytmayman. Chunki men bilaman, mening qilayotgan mehnatim vaqtga emas, abadiyatga saqlanmoqda. Men ustozman. Men harflarni o'rgataman. Ammo har bir harfda mehr qo'shaman. Men sinovni o'tkazaman, ammo xatolarni orzuga aylantiraman. Men bolalarni tarbiyalayman, lekin avvalo har kuni ulardan o'zim saboq olaman. Shogirdim muvaffaqiyat qozonsa, men parvoz qilaman. U menga rahmat aytmasa ham men faxrlanaman. Chunki men bilaman, mening ishim inson yasash va bu dunyodagi eng buyuk ish. Men ustozman. Men bolalarga faqat dars emas, hayot sabog'ini beraman. Men ularning savollariga javob topmayman. Ularda o'z hayot yo'llarini topishga yordam beraman. Men har safar sinfga kirganimda dars emas, kelajak oldiga kiraman. Har bir bolaning ko'zida bir dunyo yashirin. Kimdir qo'rqadi, kimdir orzu qiladi, yana kimdir ishonadi. Men o'sha qo'rquvlar, orzular va ishonchlar orasida yo'lboshchiman. Bu shunchaki kasb emas, bu fidoyilik. Men ustozman. Men boshimni egmayman, qalbimni ochaman. Men dars o'tmayman, hayot o'rgataman. Men darslik yodlatmayman, orzu uyg'otaman. Men maktabda ishlamayman, hayotni quraman. Shuning uchun ham har kim ustoz bo'la olmaydi. Ustoz tanlangan fidokorlik kasbidir. Bu yurak kasbidir. Men faxr bilan ayta olaman. Men ustozman. Men ustozman. Boshimdagi sochlar oqargan bo'lishi mumkin, lekin yuragimda yosh boladek ishtiyoq, kuch va umid bor. Har tong ishga otlanar ekanman. Bu yurak yosh qalblarga ezgulik, samimiyat va umid uyg'otish ishqila uradi. Mana, yana ilm maskani sari kirib boryapman. Yana kimlarningdir orzusiga yo'l ochaman. Bu kasb nafaqat fidoyilik, bu kasb tiriklik, kelajak. Bu kasb faqat o'qitish emas, bu mehr, bu yashamoq. Bu kasb ustozlik. Men shuning uchun ishonch bilan, iftixor bilan aytaman, men ustozman. Biz ustozmiz. Biz ishlamaymiz. Biz o'z kasbimizda Yashaymiz.